Bir biri bilan urushsa nima bo'ladi? Bir kun urush bo'lgan joyda 40 kun baraka qochadi. Yeganini, ichganini tatib bo'lmaydi umuman. O'ziga yuqmaydi. Xijolat. Ishiga borsa ham qayg'usi o'zimdan birga boradi. Ko'chaga chiqsa birga chiqadi, qaytib kelsa qaytib keladi. Shuni demak tushunib, hamma o'zini bilib, o'zini chegarasida turib va boshqa insonga nisbatan otasi bo'lsa otaga qiladigan muomala, onasi bo'lsa onaga qiladigan shar'iy muomala, bolasi bo'lsa bolaga qiladigan, erga, xotinga hammasiga o'ziga yarasha munosabatda bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hozirgi holatdagi odamlarni bir-biridan qilayotgan shikoyatlari, oilalarning ichida chiqayotgan noqulayliklar, urush janjallar, kelishmovchiliklar hammasi ana shunday barakani ko'tarilishi, insonlarni demak qayg'uga qolishi, musibatga qolishini vositasiga aylanib qoladi. Bizning dinimiz haligindek tinchlik dini, omonlik dini, xayr, baraka dini, go'zal muomalalar va go'zal axloqlar dini bo'lgandan keyin shu dinga munosib bo'lishimiz kerak. Dinimizning ta'limotlarini o'rganib, ularga amal qilishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh hamma narsa joyiga tushadi.